Salom hammaga. Horrible Breakdown kanaliga xush kelibsizlar. Sizlar bilan suyuqliklar mexanikasi bo'limiga oid mavzular davom ettiramiz. Bugun muhim formulalardan biri bo'lgan Reynolds Transport Theorem haqida gaplashamiz. Bu teorema nimani aytadi bizga? Qandaydir bir B extensive propertiesini tanlaylik, flowni. Endi bu extensive property har xil narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun total energy, linear momentum, angular momentum, enthalpy, entropy, massani o'zi ham bo'lishi mumkin. Xullas, qanaqadir extensive property va mana bu formula o'rinli. Va bu yerda bu kichkina b bu intensive property, mana bu katta b ga bog'liq bo'lgan. Endi bu formulani biz matematik jihatdan isbotlashga harakat qilmaymiz, chunki bu murakkabroq. Biz shunchaki buni oddiy physical sistema tanlaymiz va mana shu formulani keltirib chiqarishga harakat qilamiz. Keyin birinchi bo'lib sizlar bilan kichkina b va katta b ni o'zaro bog'liqligini gaplashaylik. Biz bilamiz, kichkina b o'zi umumiy holatda katta b ni massaga bo'lingan bo'lishi kerak. Ya'ni per unit massada qancha mana bu katta b dan bor degan ma'noda. Lekin bizda qanaqadir flow bo'ladigan bo'lsa, lekin mana shu flowda har bir nuqtada har xil kichkina b mavjud. Agar biz qanaqadir massa tanlab oladigan bo'lsak, mana shu flowdan va b ni hisoblaydigan bo'lsak va uni massaga bo'ladigan bo'lsak, biz kichkina b ni average qiymatini topamiz xolos. Lekin biz point topmoqchi bo'lsak, mana shu kichkina b ni biz differensial ishlatishimiz kerak. Shuning uchun katta b ni infinitesimal volumeda oladigan bo'lsak, ya'ni db, shunda bizda mana bunday relation paydo bo'ladi. Endi mana shu kichkina dm ni o'rniga biz rho dv qo'yamiz. Shunda rho b dv relationimiz hosil bo'lyapti. Endi biz katta b ni qanaqadir volyum bo'yicha endi integral to'g'ri hisoblaydigan bo'lsak, integral olishimiz kerak. Shunda qanaqadir volyum bo'yicha rho b dv formulamiz hosil bo'lyapti. Xo'sh. Endi katta b va kichkina b ni relationini topib oldik. Endi biz qanaqadir bir oddiy physical sistema qaraymiz, mana bu formulani isbotlashimiz uchun. Keyin bizda qanaqadir flow bo'lsin, mana bundoq. Endi bu expanding flow deb tasavvur qilamiz bu narsani. Va mana shu flowdagi ikkita streamline orasida qandaydir bir control volume tanlaylik. Endi mana shu control volumeda qandaydir bir t vaqtda qandaydir bir fluid bloki bor. Endi mana shu fluid blokini harakatini kuzatamiz. Qandaydir bir delta t vaqtdan keyin mana shu fluid bloki yangi pozitsiyaga o'tadi. Endi mana shu yangi pozitsiyasini quyidagicha chizib olaylik. Mana bunday qilib chizib olamiz. Endi mana bu region endi delta t vaqtdan keyin o'sha fluid blokni yangi pozitsiyasi bo'lsin, mana shu joy. Endi o'sha fluid blokini control volumeni qandaydir bir qismini tark etdi va mana shu tark etgan qismini mana bu qizil bilan belgilab olamiz va buni shunchaki birinchi region deymiz va mana shu fluid blokini yangi kirib kelgan regionini sariq bilan belgilab olaylik, sariq rang bilan, va mana shuni keyin ikkinchi region deymiz. Boshlang'ich vaqtda, qandaydir t vaqtda bizda sistemamizni extensive propertiesi qandaydir bir t vaqtda control volumeni o'sha vaqtdagi properties bilan bir xil edi, chunki control volume ichida o'sha biz xohlagan fluid blok edi. Ya'ni mana shu sistemamiz bu biz tanlagan fluid blokimiz. Endi qandaydir bir delta vaqt o'tgandan keyin
mana shu fluid blokimiz harakat qilyapti relativ mana bu control volume nisbatan. Shuning uchun mana shu sistemamizning delta t vaqtdan keyin nimasi extensive properties'i control volume'dan boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki ikkovi bir xil fluidlarni o'z ichiga olmaydi. Endi xuddiki mana shu yangi regionni yuzasini topish uchun mana bu yashil regiondan qizil regionni yuzasini ayirib, sariq regionni yuzasini qo'shgandek, mana bu extensive property'ni ham topish uchun xuddi bir xil narsa qilamiz. Biz control volume'ni delta t plus delta t vaqtdagi extensive properties'ni olamiz va qizil regionnikini ayiramiz va sariq regionnikini qo'shib olamiz. Shunda quyidagi formulaga ega bo'ldik. Endi mana bu ikkinchi tenglamani birinchi tenglamani ayirib yuboraylik. Bu holda bizda quyidagi narsa hosil bo'ladi va bundan tashqari delta t ga ham bo'lib olamiz. Shunda mana bunday narsa hosil bo'lyapti. Delta t bu teng control volume t plus delta t minus b control volume t vaqtda delta t minus birinchi volumdagi extensive property va ikkinchi volumdagi extensive property. Endi delta t agar 0 ga intiladigan bo'lsa, o'ta kichkina vaqt qaraydigan bo'lsak, u holda mana bu bo'linma bizga nimani eslatadi? Hosillarni eslatadi, ya'ni differensial vaqt bo'yicha differensial sistemaniki. Endi bunisi control volume'dagi nimani property'ni vaqt bo'yicha hosil, lekin mana bu va mana bu differensialga o'xshamaydi. Endi bular aslida fluxga bog'liq bo'lgan nimalar bo'lgani uchun, ifodalar bo'lgani uchun biz buni quyidagicha belgilab olamiz. Endi bularni qanday qilib hisoblashimiz kerak? Keyin birinchi biz B1 ni o'zini hisoblab ko'ramiz. Buni albatta mana bu nima bilan definition bilan yozib olishimiz mumkin, faqat differensial qo'shishimiz shart emas. Chunki o'ta kichkina vaqt qarayapmiz. O'shuning uchun mana bu b har bir pozitsiyada deyarli bir xil deb olsak bo'ladi va mana shu b albatta mana bu surface'da, mana bu kirish surface'dan olinadi. Va buni B1 deb belgilab qo'yaylik. Va bizda mana bu massa kirib kelyapti. Demak, buni massa t plus delta t qilib olamiz. B1. Endi bu massani rho dv qilib olamiz va dv ni o'rniga, ya'ni volume, infinitesimal volume ni o'rniga biz albatta to'g'ri delta v qilaylik. Va mana shu delta v ni o'rniga mana bu delta l, ya'ni l o'zgaryapti va mana bu areani ko'paytmasi bilan bir xil qilamiz. Bundan tashqari delta l ni o'rniga v delta t qo'ysak ham bo'ladi. Demak, buni quyidagicha yozib olsak bo'lar ekan. B1 bu yoqda albatta rho 1, rho mana bunday qilib yozaylik. Rho 1 B1 va albatta velocity bu yerda relative velocity bo'lishi kerak, chunki agar absolute velocity oladigan bo'lsak o'xshamaydi, chunki mana bu region faqat relative velocity tufayli hosil bo'ladi. Ikki orasida relative velocity bo'lsa, demak bu relative velocity va delta t keyin area. Endi biz mana bu narsani hisoblayapmiz o'zi. Demak, mana bu ham t plus delta t degi b edi. T plus delta t, demak b1 t plus delta t bo'lingan delta t rho 1 b1 v r1 a1 desak bo'lar ekan.
Sal buni yonroqqa surib qo'yaylik. Xuddi shunga o'xshab B2 ni ham yozib olsak bo'ladi. Почти bir xil bu bilan. Faqat indekslar o'zgaradi xolos. Row 2, P2, VR2, A2. Endi bu holatda albatta bu simple sistema bo'lgani uchun mana bu relative velocity bilan nimani areani nimasidagi bir-biri bilan hosil qilgan burchaklar inobatga olmadik, lekin aslida inobatga olish kerak. O'shaning uchun hamma nima desa bo'ladi? Complex shape'larni hamma narsani inobatga oladigan bo'lsak, mana bu narsani o'rniga biz albatta integral qo'yishimiz kerak. Ya'ni mana bunaqa demoqchiman, ya'ni bu sistema dt db control volume dt biz o'zi hozir mana shu holatda mana bunday qo'yishimiz kerak edi. Lekin bu shunaqa oddiy simple sistema uchun xolos. Agar biz rostakamiga hisoblamoqchi bo'lsak, mana bu fluxni biz buni o'rniga albatta surface integral qo'yishimiz kerak va control surface da bo'ladi. Endi bu ya'ni control volume surface da bo'ladi. Va bu yoqda ko'rayotganinglardek rho bv relative velocity va mana bu orasidagi burchakdan inobatga olish kerak. Mana bu v va infinitesimal a ni. Bundan tashqari agar biz mana bu control volume'dagi b ni o'rniga formulani o'rniga mana buni qo'yadigan bo'lsak, biz quyidagi narsaga ega bo'lamiz. Qavs shartimiz control volume rho b dv plus mana bunday. Demak, biz xohlagan formulani chiqarib oldik. Endi bu formulani faqat shu usulda emas, Leibniz formulasi orqali ham isbotlashimiz mumkin. Endi Leibniz formulasini bizga nima deydi? Leibniz formulasi vaqt bo'yicha hosila albatta bu yerda integral bo'ladi. Vaqt bo'yicha o'zgarayotgan volume va qandaydir bir g funksiya, bu skalar bo'lishi mumkin, nima bo'lishi mumkin? Nimasi bo'ladi? Vektor funksiya ham bo'lishi mumkin. Xullas bu pozitsiyaga bog'liq va vaqtga bog'liq. Xullas mana shu formulamizda mana bunday bo'ladi bu formulamiz. Bu yerda g va velocity, absolute velocity faqat bu yoqda. O'shuning uchun hech qanaqa indeks yo'q. Mana bunday formula bor. Endi bu formulani isbotini ko'rsata olmaymiz, chunki sal complicated. Xullas mana shu Leibniz formulasi, demak mana shu Leibniz formulasidan biz mana buni formulani chiqarib olsak ham bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, mana bu g ni o'rniga biz agar rho b qo'yadigan bo'lsak, o'xshash narsaga ega bo'lamiz. Bu yoqda sistemani qaraymiz, sistemaning volyumini, faqat endi bu yoqda rho b dv. Endi bu yoqda sistema d over dt rho b dv plus control surface to'xtanglar, birinchi sistemani surface deb turaylik. Rho b v absolute velocity va dA. Endi mana bu yerda vaqt bo'yicha hosil olinyapti, pozitsiyani xuddi konstanta qilib. Mana qandaydir bir o'ta kichkina vaqt orasida integralni olib hosil olish boshqa, birinchi hosil olib integral olish boshqa. O'shuning uchun mana buni control volume bilan o'sha aynan qandaydir bir konstant, ya'ni to'g'ri konstant emas, o'sha boshlang'ich paytda control volume sistema bir xil bo'lgani uchun buni mana bu yerda control volume desak bo'ladi. Bu yerda shunchaki control volume surface, ya'ni mana bunday desak bo'ladi. Endi bundan tashqari mana bu narsamiz bizda bir sistemani beradi. Yani shuni eslab qolinglar. Va agar biz yana mana shu nimani, mana shu Leibniz formulasini control volume ni
o'ziga qo'llaydigan bo'lsak, control volume o'ziga qo'llaydigan bo'lsak, control volume ham agar harakat qilayotgan bo'lsa, v control volume endi ko'proq control surface velocity desak bo'ladi, chunki bu yoqda surface ga bog'liq integral. Endi biz bunda mana buni ayirib oladigan bo'lsak, u holda mana bu nimalar ayrilib ketadi, chunki ko'p bir xil. U holda biz yana tepadagi narsaga erishishimiz kerak. Bular qisqarib ketdi. Mana bu negativ, bu yoqqa o'tsa yana pozitiv. D bo'lingan dt, bu b dv. Endi bu yoqda mana bu v va control surface velocity bo'lgani uchun bizda bu relative velocity bo'ladi. Sistemani mana bu control surface ga nisbatan, o'shaning uchun bu vr va bu yoqda dA. Xullas, mana bu formulani matematik jihatdan ham, oddiy fizika simple jihatdan ham, simple physical sistema jihatdan ham isbotlash mumkin ekan. Reynolds transfer theoremni albatta applicationlari ko'p. Buni kelgusi videolarda albatta ko'rsamiz. Shu bilan isbotimiz yakunlandi. Yoqqan bo'lsa like bosinglar. Obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga rahmat.